Uzul PHP darsidagi 48-ci qism PHP'dagi array. Array funksiyasi orqali sonlar gruppasi qarta mashg'ulot ilib bağlı bo'ldi. Masalan, buningki jadvalga qaraydigan bo'lsak, ma funksiya, aniki ma funksiya haqidagi izohat, ham buningki mush funksiyani qo'llashga boshlagan PHP nashr qaraydigan bo'lsak, array funksiyasi orqali bevosita sonlar gruppasi qursak, masalan, array chunk orqali bu sonlar gruppasini yangi bir sonlar gruppi bo'likiga bo'lish, ham shundaqlamishninki har xil qismidagi buningki qismiy to'plami, buningki umum to'plam qatorliqlarni tepish sonlar gruppasiniki. Ishqilib sonlar gruppasiga munosabatlik barliq funksiyalarni shu arrayninki ma funksiyalari orqali buningga aniqlik berib tashkil bo'ldi. Undan boshqa arrayninki bir qism bu turaqlik miqdorlari bor. Bu turaqlik miqdorlari masalan case lower bo'lsa, bu array change key case ustida so'zlangan bu array funksiyasidagi bu knopka nomini, sonlar gruppasining knopka nomini kichik yozilishga o'zgartirdi. Degandek mush holatdagi bu turaqlik miqdorlari bor. Biz buni o'zimizga mush programmamizga munosib qismlarini bu jadvaldan tanlab ishlasak bo'ldi.